Yaxshimizlar Sayat Xumar azizlar. Naratda güzel bir o'rin bor desam ishonamsizlar. Mana bu tekasga joylashgan Qarjun Sayat yayliqi bu yani güzellikini şairlarmi yezib tugatanmaydi, til bilan tasvirlabmi ifodalab belgili olmaydi. Agar siz g'o'ljiq kelib Naratlam güzel deb o'ylagan bo'lsangiz, ig'ir xatolashgan bo'lasiz. Naratmi güzel shundoq bir feyz bir o'rin bu. Aslidagi shu ulanmaga dinvisini yana o'rinni yo'llab qo'ydim. Tafsili ahvolini do'yimni so'zlayman. Xush belgisini bilsab meni qo'shib olib, agarda shundoq güzel bir o'rinlarni sayohat qilish orzuyingiz bo'lib qolsa, meni cho'qim qo'shib bilan men eng güzel tafsilotlarni sizlarga hozir so'zlab beraman. Bunda esa tuvandagi mazmunlar bo'lsin deydilar. Bu yerga hamda o'zimizning mashinasi bilan kelimizda hamda lekin bir odamga 220 yuan oldigan o'zimizning mashinasini haydab kirsak, lekin men sizlarga tavsiya qilganim cho'qim o'zinglarning mashinasini haydab kirsanglar bo'ladi ekan-jimi. Bo'lmasa pushaymon qilib qoldi ekansizlar. Ondan keyin andan avtobus bilan kirsak bo'ldi ekan. Avtobus bilan kirsak, bir odam 140 yuan oladi ekan kichik balaga, 35 yuan oldi ekan, 1 metr 20 dan tuvan bo'lsa haqsiz ekan. Avtobus zanandikin bir bekatda to'xtaydigan, u yerdagi sayohat liniyalarini biz bir aylanib bir aqor cho'gilib bo'lgandan keyin yana qolgan avtobusga chiqib ekanmiz. Ikkinchi bekatda to'xtaydigan, u yerdami biz aylanib cho'gilib bo'lgandan keyin undan keyin uchinchi bekatda to'xtaydi ekan. Bu yerga saharda kelib azizlar, mumkin bo'lsa qo'nsanglar bo'ldi ekan-jimi. O'zinglarning mashinasini haydab kirib, qazoq uydan birini ilib, shu yerda qo'nsanglar bo'ladi ekan. Bu yerning go'zalligini tasvirlab bo'g'il bo'lmaydi. Mana o'zinglar ko'ryapsizlar, nima degan go'zal. Naratdim va esilga azizlar. Cho'qim bir kelishga tegishli o'rin ekan bu. Men shunday kapolat berdimki, naratlarnig'imi ko'p bordim, naratdim go'zal ekan bu yer. Tenish o'ltirib xiyol surdiganga, kallani aram oldirdiganga, tabiatdan huzurlandiganga haqiqatan esil o'rin ekan. Bu yerni qog'inni o'zinglar kelib ko'rib baqsanglar bo'ldi, lekin yana bir qatim tavsiya qildiganim cho'qim qo'nib keting. Etdiganda saharda kelib, kunduz kechgacha aylanib, cho'glaydigan cho'glinib, tabiatdan huzurlanib bo'lib, kechda yo'lda sanab yotsangiz, ajoyib bir huzur his qildi ekansiz. Mashinangizni haydsangiz, mana shunday yo'lda o'zingiz xotirjam haydab, nega bag'ingiz o'sha berib aylana olasiz.